mayda ish ekan, sabr toqat kerak ekan bunga ham. Yo'q. Sabr toqat, ha, okey. Bundoq bo'ldi pishirgan narsaga. Mashaqqati bor. Hamma narsa syomkada ko'rinaveradi-da. Ha, okey. Syomkada bunaqa jarayonni ko'rmayapti-ku, okey. Xato sirlari bor ekan rostdan. O'z ko'zingiz bilan ko'rayotgan narsangiz. Ha, okey. Biz hozir o'sha zelonkada o'tganimizdan oddiysini ko'rdikmi hozir? Ha, o'sha birinchi kasallik. Kompostda chiqadigan birinchisi kasallik. Birinchi e'tiborlisi o'sha hozirgi holatda. O'tkazib yuborilsa bo'ldi. Ha. Be'tiborli bo'lib qolib ketsa, Tamom bo'ladi. ketdi. Seli kompostdan bo'lib ketadigan hollar bo'ladi unda. Ha, boya shersida ham aytganday bo'ldilar shu. Bu osonroq 29-da ishdan ko'ra. Ha, ancha oson, okey. Nechta odam deb qilaman deb kelib, nechta odam qochib ketdi. Ha, okey. 5-10 odam o'zimiz ko'rib. Yengil ish emas-ku, aka. Kameraning orqasida yengil qilib ko'rsatishyapti. Ishtiyoq bilan kelib, kredit olib, qarz olib boshlaydigan ishga o'xshayapti. Nima deb o'ylaysiz? Bittadan ashibga qanaqa bo'lib ketyapti hozir? Bir kun mana, bir kun oldin ko'rmaganmiz. Bugun kelsa nima kasal chiqib turibdi? Eksperiment bo'lyapti. Rexrina nima, trombovka nima, hammasini ko'rdingiz. Ko'zingiz bilan qildingiz. Qo'l bilan qilib, nima uchun qilinishi kerakligini ham ko'ryapsiz mana. Qattiq foyda beryapti bu. Shunaqa. Podvalga sintefonda sol. So'ra qo'ying. Sintefonni soling. 15 million, 20 million daromad qilasiz oyiga. Yo'q, unaqa narsa yo'q. O'sha ertaga. Lekin boshlab olmoqchi bo'ldim ham, aka. Dehqon bo'lib chiqib ketdi. O'sha boshlab olmoqchi ham bo'ldim shunaqa qilib. Ha. Telefonlashdingiz, vaqti kelasi bo'lishmadi. Yo'q. O'zimiz shunda prosta Telegramda gaplashib, yo'q qilib. Ha, onlayn. Onlayn, ha. O'zimiz ko'zimiz bilan ko'ra olmaydigan kasal ham bor ekanmi? Telefonda umuman ko'rib bo'lmaydi. Telefonda umuman ko'rib bo'lmaydi. Timur aka, keling sizlar bunda.